Salom hammaga, birgalikda shirinlik tayyorlaymiz. Avvaliga 3 dona tuxum olib, uni chaqib olamiz. Video sifati uchun uzr, chunki bunday video endi birinchi marta olyapman. Keyin 200 gram shakar va yaxshilab aralashtiramiz. 1 kosa qatiqga 1 qoshiq non soda solamiz va aralashtiramiz. Keyin o'simlik yog'i va ana shu qatig'imizni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. 4 piyola un qo'shamiz va kakao. U o'zingizning xohishingizga ko'ra. Yana shunday videolar chiqishi uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Endi esa kremini surtib olamiz. Mana surtib oldik. Endi esa ushog'ini sepib olamiz. Agar hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying.